2023 yıl 20 oktyabr Alaydın uy bazarı. Pazardın üstünde görünüşü mal ayavay көп. Nao torpoqtu 65.000 so'mga bao bo'ldi. 65.000 so'mga berbey talashtiradi-ku. Torpoqi erkek ekan. Ma qanchasi torpoq ekan? Birinchi torpoq ekan. Bunajin ekanda. Siz qanchada odasizmi aka? Surachi? Oltam tura. Basın bile elde edildi de. 70'e verip yok. 70.000 so'mga berilib turibdi bu. 70.000 so'mga berilib. 87 Bu 87 görmediniz mi? Uylarınız semiz ekene qayerdan geldi? Ha? Bu 80.000 so'mga berilib tur. Jo'shoğlu ayıldan keltir bu uylar. Kısır bolsa kerak bular ha? Soyuşqada? Soyuşqa. 70.000 so'm, bu 80.000 so'm. Bunaqangiz rasada adlikani. Mana torpoq to'yning bahasini so'rab ko'raylik. Torpoq to'ydi qanchada o'tasizlar? 130. Qanchanchi torpog'i? Ha, egizmi-ku? 130.000 so'm ekan. Tuğanlar torpog'i egiz ekan. Egiz torpoqdir. Urg'achi erkek torpoqlar. Birisi urg'achi, birisi erkek ekan. Oho, egiz torpoqlardi. Qanchada o'tasizmi bu uyda? 130 qaymar. Qanchaga bao bo'ldi? 110 ga berildi. 110.000 so'mga berilibdir. Bu torpoqlarni necha qilsang egiz suv kerak ha? Noos erkek ekan, noos urg'ach ekan tuğanlar. Jelim başı ayavay yaxshi ekan. Egiz torpoqlar. Ana. Ava uydu qanchada o'tasiz? Qanchada o'tasiz? Bahası qancha bahası? Qattiqroq söyle ola. Uydun bahası qancha? Ha. Yaqin aytan 50 kami var. Qısır mı, boz bu? Xudo bilet bola. Tek qisir je boz. 50.000 so'm. Bunday desem. To'qqiz qisir qilsam makruh bo'lib qoladi. Oh. 50.000 so'm kemi var ekan uy. Boz qisiri